Senga aytyapman, bu osonlikcha topilgan $50 bo'ladi. Ko'ramiz. Salom. Ana kelishdi. Yaxshimisan? Joni, Toni. Salom, Poli. Jonining aytishicha, bir o'tirishda 48 ta burger yegan ekan. Ishonmayman. Ishonasanmi yo'qmi menga baribir. Ko'rman. Bu yerda hot dog yeyish rekordi qancha? 18 ta. Semiz Poli chempion. Sharti juda oddiy. $50 bir soat ichida kim ko'p yesa, o'sha yutadi. Sousi bilan birga. Bo'la qolib. Bu ochofat 19-sini yeb bo'ldi. Bo'sh kelma, Lip. Qayerda eding? Gormanni qahvaxonasida. Ovqat tayyorlayotgandim-ku. Semiz Poli $50 ga kim ko'p hot dog yeyishga bahs bog'ladi. 24 ta yedi hayvon. Bo'ldingmi? $50 yutqazdingmi? Men 26 ta yedim.